Dam olish kunida siz uchun oilaviy boradigan eng zo'r lokatsiya haqida gaplashamiz. Bu joy Islom sivilizatsiyasi markazi Toshkentda joylashgan bo'lib, kechagina prezidentimiz borib o'zlari ochilish qilib ketdilar. Kirish narxi 7 yoshgacha bo'lgan bolalarga bepul, kattalarga esa 60 mingdan ekan. Eshikdan kirishingizda har xil tekshiruvlardan o'tib olganingizdan keyin sizni tepada shunaqa mahobatli zal kutib turgan bo'ladi. Bu joyga kirganingizdan keyin O'zbekistonning qadimiy san'atini his qilasiz. Allomalarimizning har birlarini aks etgan suratlari joylashtirilgan. Bu joylarni shunchaki tomosha qilmasdan gid yordamida aylansangiz sizga yanada qiziqarli bo'ladi. Ular sizga har bir detallarni, har bir san'at asarini o'zining tarixini tushuntirib o'tadi. Yana bir narsa, gid uchun alohida to'lov qilmaysiz. Borganingizda ular sizni o'ziga alohida kutib olishadi. Keyingi xonaga kirgandan keyin mana shunaqa atmosfera kutib oladi. Bu joyda chiroqlar o'chirilgandan keyin shunchaki emas, haqiqiy sakinatni his qila boshlaysiz. Ruhan yengillikni his qilgan holatda keyingi xonalarga birin-ketin aylanishga o'tasiz. Bu xonalarda ham shunaqa san'at asari qilib yaratishgan. Har bir xona, har bir detallarga shunaqa katta urg'u berishganligiga qoyil qoldim. Bu joyni ta'riflashi 1 minutlik video ichiga sig'dirish juda ham qiyin. Yaxshi borib o'z ko'zlaringiz bilan ko'rishingizni yanada tavsiya qilaman.